kelin qaynona va qaynotani boqishi kerakmi? Hozir ko'pchilik tarbiyasiz, aqli yetmaganlar, yo'q, kelin u uchun yaralmagan, u qulmi deb javob berishi mumkin. Lekin kelin boqishi shart va lozim deb o'ylayman. Agar menga ishonmasanglar, ko'p ko'rgan aqlli onaxonni gaplarini eshiting. O'zini topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Ha? Berish kerak, ha? Nega? Qaynona qilgandagi o'g'lini berib qo'ygandagi qaynona boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Nimaga boqmaydi kelin? Nima uchun kelin qiladi odam? Kelin boqish kerakmi? Ha, boqish kerak qaynona qaynotani. Hurmat qilish kerak, og'risini joyiga qo'yish kerak. Nima uchun fursatlar kelin qiladi odam? Nimaga uyga uy beradi, joy beradi? Meni qiriligimga boqsin, kirimni yuvsin, joyimni sotib, uyimni sipirsin deb kelin qiladi odam. Behuda o'g'lini berib qo'yadi buni qo'yniga. Men bilan yotib yurgin deb. Bizlarda kelinlar qiladi. Qilmasa haydab yuboramiz. Kelin qilmayman. Rahmat. Ha, rahmat.